kecha qator bo'lib kelib ulartalab butunlay kecha quyganmiz. Amatrolar. Podushkasida ham armatura bor. Qarashlar qarang. Kuchlarga Mana do'stlar. Shunday xizmatlar va sayt orasida murojaat qilib, bilan yozib qo'yadi tagiga. Burchaklarga ular qilib. O'shancha burchaklar qo'yib ketiladi. To'qilgan karkaslar 20 to'qilib ayda hamma beramiz. Darvozabon bo'ladi. Kichkina eshik. Hammaga maslahat beramiz, shu kareska qilib deyiladi. Shunday qo'ysa, ana devorimiz chakka chiqadi. Ratda jama pama. Chiqishanda joyi yo'q, tekis qilib qo'yilgan. Buraya to'g'ri deydi-ku. İşimizga baho beraverasizlar, xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Yozib olasizlar. Qirg'izistonda faoliyat yurgizyapti hozir. Yana 3-mart ishlar avjida. Har bitta appalatkalar yog'lab qo'yilsa, yurishga alomat bo'ladi, ish ham tekis bo'ladi. Ishlar chotki. Tam ish yapsak, o'shani bu aşağı qo'yamiz. Yana qo'yamiz vatlariga. Burchaklardan. Burchaklari bor. Bundan boshlab Omon, santexnika, shkaturka, pol, patolog, ish robotlar xizmatlari hammaga bor. O'zimizda qo'limizdan kelaveradi. Yigit kishiga 70 hunar oz deydi-ku. Issiqni, sovuqni suv buzilmasa bo'ldi do'stlar. Har qancha xizmat bo'lsa, har qancha xizmatlar bo'lsa qilinaveradi. Aynen mana. Bundan chiqib turibdi. Şu havadan ishlayotgan asha ustabonlarga rahmat, anjorlari sog' bo'lsin. Yangi yilga borib, bir oy dam olib kelishib oldi, yana ishni davom ettirishyapti. Ro'zani birinchi kuni yo'lga chiqib kevorishgan. Yo'lni cho'chibdi. Alloh sabr bersin ro'zadorlarimizga, hammani ro'zasini ular daryoxida qabul qilsin. Xayr ehson qilayotganlarni insonlarning daryoxida qabul qilsin. Shu ro'zasida ehson qilayotganlar shu musofirda yurgan do'stlarimizni ham qolganlarni hammalarni duo qilib qo'yasizlar. Borlariga shukr. Mana har qancha xizmat bo'lsa aytaverasizlar, qilaveramiz. Xalq xizmatida biz og'aynilar